Andijon qirg'inidan mana oradan 20 yil o'tdi. Lekin shu 20 yilda ham bu qirg'inning, ya'ni bu qozonning ustiga qopqoq bo'lib yopishgan hukumat haliga qadar bu masalani yoritmayapti. Endi to'g'ri, Mirziyoyev kelgan paytlarda aytdiki, men dedi, bilaman nimalar bo'lganini, qanaqa o'yinlar bo'lganini bilaman o'sha paytda degan gapni aytdi. Katta minbardan aytdi, butun dunyo eshitdi buni. Va ko'pchilik o'yladiki, ha, endi bu asosiy sirlar ochiladi deb o'ylashdi. Ammo ming afsuski, mana Mirziyoyev kelganiga ham qancha bo'ldi, lekin haligacha bu qozon yopiqligicha turibdi. Vaholanki orada Svetlana Ortiqova bosh prokurorning o'rinbosari aytib qo'ydi, odamlarni haligi otib qo'yganmiz deb. Zokir Almatovning o'zi tan oldi. Lekin shunga qaramasdan faqat asosiy manba shular bo'lib qolyapti, shularning gapi mana shu. Lekin nariyoqqa borib bir tahlil qilib, tarixchilarimiz, yozuvchilar, ijodkorlar, ziyolilar buni bir tahlil qilmayaptilar. Nima uchun yuz berdi? Nega hukumat bunday qaqshatqich yo'lni tanladi? Bilasiz, men Mongoliyada xizmat qilganman, tank armiyasida tank komandiri edim. Urda mexanik voditel deydi, haydovchisi bo'ladi. Haydovchi general Shotalyonovich Kamkamidze. Men yuqorida nima edim, komandir, shunaqa qilib mashqlarga borardik va tankni ustida zenit haligi o'q o'tari bor. Bu oddiy bir miltiqdan bir qancha haligi uzun, mana shu deylik qarib 20 santimetrlar keladi va yo'g'on. Bu yuqoridagi uchqushni, tikotarni uradigan o'q. Lekin mana shu o'q bilan Andijondagi onalarni, bolalarni otishdi. Bilasizmi, bu o'q kelib ursa, shunaqa tezlik bilan uradiki, odamni bir tomonni o'pirib, qolgan tomonini yondirib ketadi. Nega shu yo'lda tutdi hukumat? Bu narsalar juda tahlil qilinishi kerak edi bugungacha. Ammo lekin men bu yerda andijonliklar deganda, andijonliklar mendan xafa bo'lmasin. Andijonlik ijodkorlar, ziyolilar va o'sha paytda Andijondan chiqib ketganlarga bir murojaat qilmoqchiman. Nimaga jimsizlar bugungacha? Xo'p, Karimov paytida Karimov buni bosti qilib o'tirgan edi. Chunki o'zi bunga bosh bo'lganligi uchun hech bu qopqoqni ko'tartirmadi. Karimov ketganiga mana qancha bo'ldi? Yozyapsizlar, kitoblaringiz qalin tom bo'lib chiqyapti. Hurmatli andijonlik yozuvchilar, ziyolilar. Bu sizga boshqalardan nisbatan juda ham yaqin masala. Sababi siz deyarli kunora borasiz, yurtingizga borasiz, o'sha yerda odamlar bilan gaplashasiz, eshitasiz, nima bo'lgan, kimning dardi qanday, kim ko'milgan, kimning jasadi yo'q bo'lib ketdi, kimlarni qayerlarga olib borib ko'mishdi. Bularni hammasini eshitib, hammasini ipidan ignasigacha bilasiz. Ya'ni bu bir samarqandlik yoki xorazmlik ijodkordan ko'ra sizga yaqinroq. Nega shuni masalan, xo'p, Andijon demang, nomini aytmang. Hattoki oyda deb yozing, tahlil qiling, odamlar o'zi tushunib oladi, shu darajada qo'rqsangiz. Bugun biringiz senator, biringiz yana gazetani bosh muharriri, yana biringiz bir balo. Endi nahotki sizga zarracha buni ahamiyati yo'q? Axir sizning o'sha yerda jondoshingiz, qondoshingiz o'ldirildi. Nahotki bunga qiziqmaysiz? Bugun o'nlab romanlar yozilishi kerak edi bu haqda. Minglab maqolalar yozilishi kerak edi. Tarix kitobi yozilishi kerak edi bu haqda. Lekin yozilmadi. Shuni yozinglar. Buni albatta yozish kerak. Chor Rossiyasi paytida o'sha do'kchi Eshondi va uning odamlarini qatl qilganda, o'ldirganda shunday pardani ortidan qarab turib yozgan.
Bugun biz endi bilamiz shu voqeani. Nega sizlar yozmaysizlar shuni? Shu darajada ham qo'rqoqmisizlar? Faqat andijonliklar emas, boshqa yozuvchilar ham aslida yozish kerak. Lekin men aytyapman, bu andijonliklarga ancha ham yaqin bo'lgani uchun. Shuning uchun ham mendan xafa bo'lishmasin. Biz shuni kutganmiz sizdan. Hali ham kutyapmiz. Yozing buni. Qirg'in degan bir roman yozing. O'q degan bir roman yozing. Yana boshqa shuni analiz qilib hammasini ko'rsatib berish kerak. Toki bu hukumat rahbarlari bular bilsinki, kelgusida yana shunday bir voqealar bo'ladigan bo'lsa, bu tarixga muhrlanadi. Endi bugungacha Mirziyoyev o'zi aytib, o'zi yashirib turgan bo'lsa, bu Mirziyoyevning nihoyatda katta aybi. O'zi aytdi, buni orqasida qancha o'yinlar bo'lgan. Kimlar nima karomatlar ko'rsatgan dedi. Bu katta jinoyat. Nega bu jinoyatni ochishga yo'l bermaydi? Agar yo'q, men bemalol meni bu masalada ishim yo'q deydigan bo'lsa, demak ayb qolgan boshqalarda bo'ladi. Men o'ylaymanki, demak o'sha tepadan hali ham bosim bor. Shu qopqoqni ustida o'tirib olgan hokimiyat hali ham o'shani ochmayapti. Xo'p, bu tariximizning qora kunlari. Bu Rossiya bilan bog'liq. Bu Karimovning eng dahshatli qilmishlaridan biri ochilishi kerak bu. Tarix bilishi kerak. Qanday 37-yilda odamlarni otishgan, undan oldin quloq qilishgan, surgun qilishgan, o'ldirishgan. Bugun shularni kavlab o'tiribmiz. Hammasini sekin-sekin mana ochiqqa chiqaryapmiz. Qarang, o'sha paytda ham shu tarix bo'lib kirgani uchun, arxivlarda borligi uchun. Bugun arxivlarda ham yo'q. Men ba'zi bir ziyolilar bilan gaplashyapman, umuman bu masalada arxivda hech narsa yo'q deyapti. Huquq-tartibot idoralari ham hamma narsani yo'q qilgan. Buni ochish kerak. Buni arxivlarda o'sha paytda Ozodlik radiosi juda keng yoritgan buni. Va boshqa bir ijtimoiy tarmoqlarda ham keng yoritilgan. Shularni hammasini to'plab bir film qilish kerak. Bir kitob qilish kerak. Albatta, endi masalan, men agar o'sha yerda bo'lganimda o'zim borib odamlar bilan gaplashib, o'rganib bir kitob qilar edim. Ammo lekin bugun biz uzoqdamiz. Bu sizlarga qo'lingizning ostida shunday. Bu sizni vataningizga munosabat, xalqingizga munosabat, millatingizga munosabat, yurtdoshingizga munosabat. Bugun mana 20 yil bo'ldi. 20 yildan buyon qora tarix. O bittasi aytuvdiki, qora tush deb. Qora tush bo'lib turibdi hali ham. Ammo lekin qani buni? Shu gazetaning muharriri shuni aytgan odam. Qani hozir bir 4 sahifani to'ldirib bersin mana 20 yilligida. Nimalar bo'ldi? Nega Karimov borib o'sha yerda o'tirib olib mana shunday hukmlar berdi? Nega Almatovlar buni ijro etib ot o'ldir deyish darajasigacha bordi? Buni Almatov berdimi? Hukmni yoki Karimov berdimi? Bularni tarix bilish kerak. Ya Inoyatov berdimi? Kim? Qayerdan chiqdi bular? Bular hammasini bugun aytiladigan payt. Bugun ham aytmasak, ertaga ham aytmasak, voy bizning tariximizga, voy bizning holimizga. O'zbekistonda endi mamlakat rahbarining viloyatlarga tez borib turishi odat tusiga kirgan. Bu endi bir nechta sabablari bo'ladi albatta. Endi eng birinchi sababi borganda endi katta tantanalar bilan kutib olinadi. Maxsus odamlar tayyorlangan, maqtovlar, ya'ni go'yoki o'zining ishi katta samara berayotganini butun mamlakatga namoyish etish. Aslida endi biladi o'zi bu narsalar hammasi shunday yuring boraylikka qilinadi. Chunki o'zi ham shunday narsalarni kashf qilganlardan biri yoki deylik
amalga oshirganlardan biri. Endi kelaylik Andijon masalasiga. Bu yerda boshqacharoq bir maqsad bor prezidentni borishida. Endi bu yerda ham katta tayyorgarliklar ko'rildi. Ammo lekin asosiy nima? Mana Andijon voqealarining, Andijon qirg'inining 20 yilligi kelyapti. Hozirdanoq ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda gapirila boshlandi. Endi yaqin qolavergandan keyin butun ijtimoiy tarmoqlar hamma yoqda deylik shu haqda gap bo'ladi. Hatto O'zbekistonning ichida ham juda ko'p gap bo'lishi aniq. Odamlar endi undan tashqari hozir chetda nihoyatda ko'p odamlar ularning orasida gap bo'ladi va bu ijtimoiy tarmoqlarda ancha vaqt hukmronlik qiladi. Mana shundan qo'rquv bor. Ya'ni andijonliklar bundan yana ta'sirlanib ko'chalarga chiqib ketmasin degan bir qo'rquv bor. O'zi aslida mana ko'ryapmiz ham Andijonda baribir qandaydir bir ichki norozilik mavjud hukumatga nisbatan. Ko'rdingiz, mana hatto radarlarni deylik otib ketish darajasigacha kelishdi yoki mana yo'llardagi turli tuman voqealar, odamlar chiqib ochiqdan ochiq shikoyat qilyapti, deylik nima qilib haligi yakka tartibda noroziligini bildirib, men chiqib prezident bilan uchrashishim kerak deyapti, lekin ularni uylarini o'rab turishibdi izn bermasdan har doimgidek. Nima bo'lganda ham hozir endi mana shu muhokamalar chog'ida nimani gapirishadi? O'sha paytda qirg'in bo'lganlarni adolatsiz hukm chiqarilgani, ya'ni oddiygina onalar, bolalar shularni otib tashlangani, shular hammasi qaytadan eslanadi. Buni ustiga Mirziyoyev o'zi hokimiyatga kelgan paytda aytdiki, men Andijon voqealarining ichida yurganman, hamma gapni bilaman dedi. Odamlar hozirgacha ham kutishyapti. Nega hamma gap ochilmadi? Demakki, ochilsa u yerda Mirziyoyevning o'zini ham qo'l izlari yoki oyoq izlari chiqib qolishi mumkin. Agar Mirziyoyev shu ishlarni deylik adolatsiz qilindi degan bo'lganda, deb o'ylaganida, masalan, hozirgacha biror chora ko'rilardi. Zokir Almatovni ichki ishlar vazirligiga qaytib olib kelmas edi. Chunki asosiy aybdorlardan biri. Buni bosh prokurorning o'rinbosari Svetlana Ortiqova ham tan olgan. O'zi ham tan olgan, lekin bularga hech qanday chora ko'rilmadi. Mana shu narsalar andijonliklarda albattaki norozilik bir alami sifatida ko'ngillarida cho'kib qolgan. Shuning uchun ham bu oldinroqdan borib ularni bir ko'nglini ko'tarib 3-4 kun o'sha yerda mushakbozlik qilib, mana sanga, ana sanga o'yinlar qilib, majlislar qilib, odamlarni go'yoki ko'nglini olib, mehrini qozonib kelish. Undan tashqari yana odamlarning ko'nglida shunday bir gaplar bor, nima biz o'gaymizmi? Bizga bu qadar salbiy munosabat bildirilyapti degan bir norozilik ham bor. Chunki Bobur haykali ko'chirildi. Esingizda bo'lsa agar, o'sha yerda qurilishlar qilamiz deb Bobur haykalini bir yoqqa olib borishdi. Bu ziyolilar orasida ham juda katta bir haligi afsusga, nadomatga asos yaratdi. Demakki, mana ko'ryapsizmi, shuncha narsa bor. Ana shularning hammasi tepada o'sha g'ulg'ula paydo qilgan. Bundan tashqari endi Andijon Qirg'iziston bilan o'sha yerda chegara. Qirg'izistonda bilyapmiz, demokratiya shamollari doim esib turibdi. Mana shu keyingi paytlarda ham hattoki u yerda juda katta o'zgarishlar bo'layotganini ko'ryapmiz. So'z erkinligi borasida, boshqa masalalarda u yerda endi bordi, keldi, avjiga chiqdi hozir. Bemalol odamlar boryapti, kelyapti. Ana buni ham bular erkinlikni, demokratiyani ham yuqumli kasallik deb o'ylaydi tepadagilar. Hozir endi mana shuni ham ta'siri bor degan fikrda.
hali ko'p bo'lgani yo'q. Bundan bir oycha avval mish-mishlar tarqaldiki, O'zbekiston prezidentligiga hozirgi amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning katta qizi Saida Mirziyoyeva tayyorlanyapti degan. Bu bekor emas edi. Buni asoslari bor edi. Chunki u o'zini har kunlik qilayotgan ishlari, boshqa qayerga borsa, kim bilan gaplashsa, hammasini video qilib shu PR kompaniyasini boshlab yuborgan edi. Balkim ish-mishlarga shu sabab bo'lishi mumkin va ayni paytda uning chet mamlakatlarga safarlari, deylik, boshqa mamlakat rahbarlari bilan bevosita muzokaralar olib borishi, mana shular ham asos bo'lgan edi. Bu tabiiyki xalqaro matbuotda va ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Endi bu orada bilasiz, kuyovlar jangidan keyin Otabek Umarov ancha chetlashtirib qo'yilgan edi. Endi u ham sekin yana maydonga qaytdi deyish mumkin va bu maydonga qaytishi o'zining emas, balki oldinda o'sha umr yo'ldoshi Shahnozani oldinda qo'yib, uni orqasidan qaytib kelyapti. Buni mana keyingi paytlardagi ularning joylarga borishlari, deylik, odamlarga pul tarqatishlari, kerak bo'lsa haligi momolarini yuzlaridan o'pib, nonni sindirib olib, ota-onamga nonni olib boraman degan targ'ibotlari yoki piyoz dallariga borib ayollar bilan uchrashib, hammasida fonda orqada Otabek Umarovni ko'rish mumkin. Demakki, bu bevosita, deylik, kim tomonidandir boshqarilayotgan narsa emas, balki opa singillarning o'rtasidagi raqobat. Ko'proq Saida Mirziyoyeva va Otabek Umarov o'rtasidagi raqobat. Chunki Mirziyoyev katta qizini qo'llaydi, Mirziyoyevning umr yo'ldoshi esa kichkina qizini qo'llaydi. Bu yerda endi er-xotin o'rtasidagi munosabat, nima ham, raqobat ham deyish mumkin. Xullas, mana shu bularning ikkalasining o'rtasidagi raqobat xuddi Gulnora va Lolaning raqobatiga o'xshab ketyapti. Menimcha kelgusida bularning ham o'rtasidagi qandaydir bir gap so'zlar, nizolar xuddi u opa singillarnikidek matbuotga ham chiqib ketishi mumkin, o'zlari sizdirishlari ham mumkin. Xullas, nima bo'lganda ham ayni tarix takrorlanmoqda. Ya'ni Gulnora va Lolaning hayotidan saboq olmagan Saida va Shahnoza hokimiyat uchun kurash yo'llarida yana qurbon bo'lib ketishlari ham mumkin. Endi hokimiyatning eng tepasida bir nazoratsizlik yoki bir bo'shashlik boshlansa, hokimiyat uchun kurash boshlanadi. Ya'ni gilam ostidan kurash deyiladi bu endi siyosatda. O'zbekistonda ham shuni kuzatyapmiz. Mana keyingi paytlarda nafaqat opa singillar orasidagi raqobat, balki endi hokimlar ham shu hokimiyat tepasi uchun kurashayotganini kuzatish mumkin. Masalan, Shuhrat Abdurahmonov deylik, yoki Erkinjon Turdimov, yoki Zoir Mirzayev, bular xuddi Saida Mirziyoyeva va Shahnoza Mirziyoyeva kabi o'zlarini PR qilishga juda katta e'tibor bermoqdalar. Yonlarida, ularning ham yonlarida bir qancha blogerlari, targ'ibotchilari bor. Qayerga borsalar o'zlarini xalqqa yaqin qilib ko'rsatishga harakat qilishmoqda. Odamlarga yordam beradigan, mehribon, xuddi meni saylanglar degan kabi. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'sha Mirziyoyev har holda jilovni qo'yib yuborgan biroz, ya'ni mahkam ushlamayapti. Bir albatta yosh bilan ham nimasi bo'lishi mumkin, turli tuman sabablari bo'lishi mumkin, yoki o'zi ularga tayyorgarliklaringiz ko'raveringlar deb aytib qo'ygan ham bo'lishi mumkin. Chunki bu ham boshqaruvning bir usuli. Ko'pincha mana shu katta rahbarlar ayyorlik qilib, deylik, o'zlari
ga raqibroq ko'ringan odamlarga sen meni o'rnimga kelasan, tayyorgarligini ko'raver deb qo'yishi mumkin. Ya'ni mana shu bilan uning hirsini, uning kuchini aniqlab olishadi. Lekin bu Karimovda shunaqangi bir odat bor edi, ammo lekin Mirziyoyevda ham bo'lishi mumkinmi yo'qmi buni aniq tasavvur qilish qiyin, ammo uzoq yillar Karimovni yonida o'tirgan va uning ish uslubini juda o'zlashtirib olgan odam balki shunday qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Buni faqat taxmin qila olamiz xolos. Ammo lekin hokimlarning mana shu prezidentlikka intilayotgani yaqqol sezilmoqda. Albatta bu O'zbekistonda prezident endi baribir ham asosiy odam, nima desa uni aytgan, degani degan. Ya'ni prezidentning xabari bo'lmasdan turib hokimlar o'zlaricha biror bir harakat qila olmaydilar. Albattaki men o'ylayman ularga mana shu prezidentning o'zi qandaydir bir signal bergan bo'lishi mumkin. Xalq bilan yaxshi ko'rin, xalqga mehrini qozon, mana shu joy mendan keyin seniki degan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ular juda ilhomlanib ketishdi. Keyingi paytda buni ustiga opa singillarning o'rtasidagi raqobat ham ularni ancha qitiqlayapti deb o'ylayman. Yakka hokimlik va diktatura bu totalitarizmning farzandlari, ya'ni totalitarizmning o'g'illari deyish mumkin. Ya'ni yakka hokimlar otasidan ko'rganini amalda ko'rsatishga harakat qiladi. Bugun O'zbekiston sharoitida ham hokimiyat tepasidagilar deyarli aksariyati o'sha totalitarizm davrining mahsuli. Ular totalitarizmdan mustaqillikka o'tilgandan keyin diktaturaga o'tdilar. Keyinchalik diktaturani ozgina yumshatgan bo'lib, yakka hokimlik, ya'ni avtoritarizm deydi buni, yakka hokimlikka o'tdilar. Hammasi go'yoki, lekin amalda qilayotgan ishlari hammasi o'sha asl buloqning suvi. Ya'ni o'sha agar suv shirin bo'lsa shirin, nordon bo'lsa nordon. Mana buni katta dabdabalarda ko'rish mumkin. Yoki buni manipulyatsiyalarda, aldovlarda ko'rish mumkin. Ular albatta doim xalqdan qo'rqadilar. Bu ichki qo'rquv xalqni hamma vaqt tinchlantirib turishga harakat qiladilar. Shuning uchun ham qayerga borsalar, qayerda bir uchrashuvlar o'tkazsalar, konferensiyalar, boshqa shunaqa tantanalar o'tkazsalar, o'ylaydilarki biz shu bilan xalqni tinchlayapmiz deb. Ularning ongida majlisbozlik, dabdababozlik bu eng katta ish. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'ladimi, umuman qaysi bir xalqaro anjumanlarda so'zga chiqmasin, albatta u kamida 2ta konferensiyani taklif qiladi va buni O'zbekistonda o'tkazamiz deydi. O'zbekistonda juda katta pulga, xalqning puliga o'tkaziladi bu narsalar, lekin ayni paytda ular tafakkur qiladiki, shu bilan mana butun dunyoning diqqati bizda. Biz dunyoning markaziga aylandik degan bir tushunchani odamlarga yerlashtiryapmiz. Odamlarni ongiga singdiryapmiz deb o'ylaydilar. Bu mana keyingi paytlarda ko'ryapsiz, juda ko'p xalqaro anjumanlar, konferensiyalar, dabdababozlik davom etyapti. Endi buning ko'rinishlari faqat u xalqaro miqyosdagidan tashqari mamlakatning ichida ham. Mana deylik, mamlakat rahbarining viloyatlarga borishi. Borishidan oldin xuddi Amir Temur kelyapti deb otlarni tayyorlab qo'yishgan-ku bir paytlar. Shunga o'xshab bu yerda ham mana shunaqa katta tayyorgarliklar ko'riladiki, go'yoki bu xalqning puli oshib toshib yotibdida, hammasini poyandozga sarflayotgandek.
hokim bo'lsin yoki prezident bo'lsin yo vazir bo'lsin, shu bilan go'yo biz ishlayapmiz deydi odamlar nazdida. Odamlar ham ha mana bular ishlayapti deydi. Bu ko'ryapsizmi, o'sha totalitarizmning davomi. Sovet davridagi asosiy ish majlisbozlik edi. Sovet ittifoqini yemirgan narsa majlisbozlik edi. Mana bu ham hozir selektorbozlik yoki deylik viloyatlarga borganda katta dabdabalar kimning hisobidan bular? Prezident maoshidanmi? Vazirlarning maoshidanmi? Yo'q. Hammasi xalqning pulidan yoki shu xalqning gardaniga olingan qarzdan. Buni o'rniga masalan shu xalq bilan samimiy bo'lib, oddiy bo'lib, majlisbozlikni kamaytirib, selektorbozlikni kamaytirib, dabdabani kamaytirib, nihoyatda ko'p mablag'ni tejash mumkin. Va shunda odamlar hurmat qiladi. Lekin bugungi odamlar Sovet davridagi majlisbozliklarni ish qilyapti bular deb o'ylagan odamlardan boshqa. Bugungi odamlar endi dunyoni ko'rdi. 7 million odam dunyoda bordi keldi. Mana O'zbekistonni keyingi paytda hali turistlar ko'p kelyapti deb raqamlar chiqyapti. Bular hammasi o'zimiz o'zbeklar. Boryapti, kelyapti, boryapti, kelyapti. Bular ko'ryapti dunyoda nimalar bo'lyapti va totalitarizm nima, diktatura nima, yakka hokimlik nima, qanday qilib bular xalqni aldaydi, manipulyatsiya qiladi, buni tushunyaptilar. Ana shuning uchun ham bugun odamlar bu yig'inlardan, bu dabdabadan nafrat qilyaptilar. Bugun endi odamlarga yoqmayapti. Qarang, prezidentning viloyatlarga borganiga nisbatan odamlar salbiy tushunchalarni yashirmayaptilar yoki konferensiyalarga ham shunday munosabatda bo'lishyapti. Shunday ekan bular xulosa chiqarish kerak, sal zamonga moslash kerak. Hech bo'lmaganda bu qadar ham eski an'analar, eski odatlar bilan ura bilan men ishlayapman deb ko'rsatish bo'lmaydi. Ayniqsa bugun narx-navolar oshib ketgan bir paytda, elektr energiyasi, gaz, boshqa deylik muammolar toshib ketgan bir paytda, odamlarning dardi faqat qorin to'yg'azish va dasturxonni to'ldirish bo'lib qolgan bir paytda dabdabalar kimga yoqadi? Albattaki nafrat qilinadi. Albattaki o'sha narsa noto'g'ri ekanligi to'planib nafratga aylanadi. Rustam Inoyatov endi aslida u Moskvaning odami edi. Moskvada KGBda ishlagan va KGBning eng muhim shaxslaridan biri edi. O'zbekistonda ishlagan paytda ham Moskvaning topshiriqlarini bajarib kelgan. Vaqti bilan borib, hattoki Putin bilan ham uchrashib turar edi. Endi Karimovning o'limidan keyin, tabiiyki o'limigacha ham u Mirziyoyevni qo'llagan, chunki Mirziyoyev 2 marta Karimov tomonidan bo'shatilganiga qaramay yana tezda joyiga tiklangan. Keyin ham mana Karimovning o'limidan keyin ham o'sha bir necha kun ichida hokimiyat uchun orqada bir qandaydir kurashlar borgan. O'sha paytda ham Mirziyoyev tomonda turdi. Bu Moskvaning, ya'ni Kremlning topshirig'i bilan. Chunki keyingi paytlarda o'sha nima bilan, Islom Karimov bilan Putin kelishmay qolgan edi. Ularning orasida sovuqlik ancha vaqtdan buyon davom etib kelayotgan edi va Mirziyoyev Putinga yaqinlashayotgan edi Alisher Usmonov orqali. Va Karimov o'lganda Toshkentda mana Wagnerchilar kelib turgani va keyin Putinning o'zi Xitoyga borayotib kelib nima bilan, Mirziyoyev bilan gaplashib ketgani, bular hammasi shunga dalil bo'la oladi.
lekin men o'ylamaymanki Inoyatov o'zi prezidentlikka da'vogarlik qilgan degan fikrdan men yiroqman. U topshiriqni bajaruvchi odam, o'sha Moskvani topshirig'ini bajargan va keyin ham bu Mirziyoyevning va Moskvani topshiriqlarini bajardi. Endi sog'lig'i, salomatligi yomon bo'lgandan keyin uni nimaga chiqarishdi? Pensiyaga chiqarishdi. Umuman O'zbekiston tarixida O'zbekistonga, o'zbek xalqiga eng katta yomonlik qilganlardan biri Rustam Inoyatov deb o'ylayman. Chunki uning hamma vaqt bir jalloddek qo'lida qilichi hamma vaqt charxlangan edi. Bo'sh vaqtida u doim o'sha qilichini charxlab turgan. Qanday topshiriq bo'ladi, kimni kallasini olamiz deb. U hech qanday e'tiroz qilmagan, hech narsa. Aksincha, mana bu odamlarni kallasini olish kerak degan tavsiya o'zi undan chiqqan. Ya'ni u o'zbek jamiyatining rivojlanishiga, demokratik jamiyatning rivojlanishiga ham juda katta salbiy hissa qo'shgan. Masalan, o'sha o'zgacha fikrlovchilar, muxolif qarashdagilar, muxolifatchilar, shularni hammasini yo'qotishda, diniy yo'ldagi insonlarni, dindorlarni yo'qotishda, ularni qamoqqa tiqib, qiynash, boshqa nimalarda hammasida Inoyatovni roli juda katta. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonning tarixidagi eng yomon jallodlardan biri desak to'g'ri bo'ladi Inoyatovni. 2013-yilda Islom Karimov O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatini rahbari Ochilboy Ramatovga O'zbekiston qahramoni unvoni berganda ajablanib qoldim. Odatda bilasiz, qahramonlik bu favqulodda ko'rsatilgan bir jasorat uchun, mamlakatni bir yirik bir pog'onaga ko'targanlik uchun beriladigan unvon. Ammo lekin endi O'zbekistonda endi bu Karimovga yoqqan odamlar uchun beriladigan unvon deb qo'ya qoldim, lekin xayolimda ancha vaqt o'ylab yurdim. O'sha paytda endi ko'p videolar, ko'p shikoyatlar ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan. Bir poyezdni ko'rsatishdi, vagonlarni. Shu vagonlar o'zi asli Sovetdan qolgan. Vagonlar ichida matraslar kim biladi, Nikolay davridan qolganmi, bitlab ketganmi, shu darajada qorayib, mog'orlab ketgan ko'rsatyapti. Dahshatda endi na uni ustida o'tirib bo'ladi, na uni ustida yotib bo'ladi. Vagonlarning ichi sassiq, hojatxonalarga kirib bo'lmaydigan bir holat tasvirlangan videoni ko'rdimda, Karimov bekordan bermabdi dedim. Chunki bu bechoralar qo'llanadigan vagon edi. Ammo boyagi puldorlar, amaldorlar qo'llanadigan boshqa poyezdlar albatta bor. Ular qimmatbaho va ularga bechora oddiy odamlar ha deganda ham chiqavermaydi. Demakki, O'zbekiston qahramoni unvonini shu bechoralarni ezgan, bechoralarni haqqini talagan odamlarga berilar ekanda degan bir mantiqiy xulosaga keldim. Chunki Ochilboy Ramatov haqida matbuotda nihoyatda ko'p narsalar chiqqan. Xalqaro matbuotda, uning Shvetsariyada bankda umr yo'ldoshi Ra'no o'zini familiyasida bo'lsa kerak, har holda adashmasam Ra'no Ramatova. Shuning hisobida pullar bor degan masalalar ko'p ko'tarilgan, lekin hech qanday natija bo'lmadi. Xuddiki O'zbekistoncha hech narsa bo'lmagandek. Bo'lmasa u yerda o'sha uning butun mablag'lari, topgan pullari hammasi chet ellarda Fayzullo Mirzayev degan odamni nomida degan maqolalar ham chiqqan, lekin hech kim tekshirgan yo'q. Tekshirilgan bo'lsa ham o'sha tekshiruv komissiyasiga Ochilboy Ramatovni rais qilib qo'yadi-da.
Sababi O'zbekistonda nima gap bo'lsa, qayerda qanday gap bo'lsa, Ochilboy Ramatov o'sha yerda komissiya raisi bo'ladi. Bugungacha yuz bergan hamma voqealarda o'sha nima deymiz haligi ofatlar, suv bosishi mumkin bir joyda haligi metroda bir voqea bo'lib qolishi mumkin, yana bir joyda deylik bir gaz chiqib ketishi mumkin. Shularni hammasida mana Surxondaryodagi voqea ham, Sirdaryoda, boshqa yoqlarda ham Ochilboy Ramatov komissiyaga rahbar bo'ladi. Vaholanki o'sha ishlarni ko'pini buni o'zi qilgan. Masalan, nimani Sardoba suv ombori asosan shuni odamlari qilgan. Komissiya raisi shu bo'ldi. Keyin shunday tinchitadi. Keyin bu komissiya ishladimi, ishlamadimi, hisobot berdimi, yo'qmi, hech kimning ishi yo'q. Shunday tinchib ketadi vaqt o'tishi bilan. Ya'ni mana shu bunday olganda Ochilboy Ramatovni O'zbekistonning andavachisi deyish mumkin. Bu Karimov paytda ham mana shunaqangi voqealarni borib tekislab, andavalab keldi va bugun Mirziyoyev paytda ham xuddi shunday. Surxondaryoda bir voqea bo'lib qoladimi? Boyagidek gaz chiqdi masalan o'sha yerda. Gaz tarqaldi, odamlar zaharlanishi, boshqalar havoning ifloslanishi, lekin hech narsa amalga oshmadi. Men Andijonda yana masjidda portlash bo'libdi, yana bu bordi. Endi hayronman o'sha demakki o'sha prezidentni shunday bir andavachiga ehtiyoji bor, kamchiliklarni yopib turib nima qiladigan. Shuning uchun ham uning boshqa tomondagi qilmishlariga e'tibor berilmaydi, aksincha shunday bitta orden taqib qo'yiladi. Uning Rossiyadagi qanchadan qancha ishlari bor. Rossiya bilan, Rossiyaning odami ham deyishadi uni. Rossiya ham unga do'stlik ordenini taqib qo'ygan. Xullas, mana shunday odamlar, bularni oligarx ham deyish mumkin, oligarxlarni bobosi ham deyish mumkin. Bular bor ekan, hamma narsa tekislanib, andavalanib ketaveradi. Butun voqealar, hodisalar, o'sha nimalar haligi kasofatlar deymizmi, hammasi shunday tekislanadi, aybdorlar topilmaydi. Go'yoki haligi hamma narsa shunday oltin lalida turgandek, ko'zni qamashtiradigandik taqdim etiladi va bundan tabiiyki prezidentlar doim xursand. O'tgan prezident Karimov ham bundan xursand edi. Hali Mirziyoyev ham bunga ikkinchi O'zbekiston qahramonini bermasa bo'ldi.